Bu videoni ishlashimga eng asosiy sabab mana bu narsa bo'ldi. Oddiy yostiq shunchaki marketplace'dan sotib oldim va shuni olib ishlatib ko'rganimdan keyin o'yladim, biz komfortimizga oxirgi o'rinda pul sarflaymiz. Aslida bu noto'g'ri va bugungi video davomida aynan komfortingizga pul sarflashingiz kerakligi va u qanaqa bo'lish haqida gaplashamiz. Shaxsiy tajribalarimga asoslangan holda. Shuning uchun choy va pechenyelarni tayyorlab oling, like, obuna tugmasini bosing, boshladik. Mani anchadan beri kuzatib, kuchli qo'llab-quvvatlaydigan odamlarga birinchi o'rinda rahmat etmoqchiman va shunaqa insonlar uchun videoni oxirida maxsus e'lonim bor. Iltimos, uni ham ko'ring. Hammamiz uchun birdek foydali bo'ladi o'sha narsa. Shaxsiy kuzatuvlarim va taxminlarim bo'yicha mani auditoriyam asosan taxminan o'zimga o'xshagan odamlar. Ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan o'rta me'yorli aholi, ya'ni juda unaqa qashshoq kambag'al emas, lekin hali milliarder bo'lishga hozircha ulgurmagan, juda unaqa yosh, murg'ak qalb egasi bolacha emas, lekin qariya deyishga ham tilingiz bormaydi. Xullas, intelligentni yoshlar, ayniqsa YouTube'da. Va shunaqa insonlarning hayotida juda bo'lmaganda bir marta bitta holat bo'ladi, ya'ni kutilmaganda qatdandir yaxshi pul kelib qoladi va o'shandan keyin bu pulimni qanaqa qilib to'g'ri ishlatsam ekan degan xavotir, qatdan pul topsam ekan degan xavotirdan ham kuchliroq bo'ladi. Ya'ni javob topish qiyinroq. Video nomi va boshlanishidagi kadrdan ham sezganingizdek, siz ortiqcha pulingizni, aynan orttirgan pulingizni birinchi o'rinda komfortga sarflashingiz kerak va o'sha aytganimdek, o'zimni shaxsiy misollarim bilan tushuntiraman. Like tugmasini zo'rlab tashlang deb bitta. O'zi qo'limizga 1-2 so'm pul tushganda komfortga sarflashimiz kerakligi bu juda og'riqli mavzu. Nimaga? Chunki deyarli hammamiz bilamiz, komfortimizga, sog'lig'imizga, yaxshi hayotimizga sarflashimiz kerakligini, lekin har doim ham amal qilmaymiz. Men o'zim ham har doim ham amal qilmayman. Qimmat qanaqadir telefon, latta-pitta, temir tersak, qaysidir qizga katta buket gul yoki Gentraga Malibu rul, ulas bo'lar bo'lmas narsalarga sarflab tashiymiz baribir. O'zim ham farishta emasman, qo'limga pul tushishi bilan komfortga sarflamayman. Nimaga? Chunki itak hammasi joyida, normallik, o'lmayapman-ku deb yuraveraman. Va albatta birinchi o'rinda bunaqa mavzu uyqu bo'ladi, chunki yotding, uxlading, uyg'anding, bo'ldi, ketding, ishlading. Lekin uyqu haqida men juda ham ko'p gapirganman, juda ham ko'p video ishlaganman, ammo bu shunaqa mavzuki abadul abad muhokama qilishga arziydi va siz по-любому uyquga e'tibor qaratishingiz kerak va men boya aytganimdek mana shu yostiqni tasodifan sotib oldim. Hayotda o'ylamagan edim. Qanaqadir mamlaqa qulay yostiq bo'ladi. Marketplace'dan yoki qayerdandir sotib olasan, yotganingda u boshini formasiga moslashadi, o'zi yengil. Va shu o'ylamaganman deb. Tipi, okey, tipi yostiq nima, yotamiz, ketamiz bo'ldi deb. Lekin bitta ishlatib ko'rganingizdan keyin nimaga oldinroq olmaganman? Nimaga oldinroq shu narsa hayolimga kelmagan deysiz va eng qizig'i bu qanaqadir brend emas. Bu reklama emas. Xohlasa men buni reklama qila olmayman. Prosta marketplace'ga kirdim, istalgan marketplace'ga va 160 mingga oldimmi? 200 mingga bormadi. Endi to'g'ri, chegirmada edi, lekin arzon. Nimaga arzon? Chunki boshqa yostiqlar ham shunaqa narxda bo'ladi baribir. Bundan arzonga bilmadim, yostiqni qanaqadir o'zingiz tikib, kiyimlarni tiqib olsangiz bundan arzon bo'lishi mumkin. Bozordagi yostiqlar ham baribir shunaqa narx bo'ladi va arzoni bu poddelkasi, bu haligi Xitoy varianti. O'yladim, buni qimmati qanaqa bo'lar ekan, qanchalik komfortli ekan deb. Har qanaqa o'zini hurmatini qiladigan, muvaffaqiyatli, bu hayotda normalni nimagadir erishgan yoki erishmoqchi bo'layotgan odam o'zini uxlaydigan xonasi va uni sharoiti uchun xarajat qilishdan qochmaydi. Bu fakt. Hattoki mana shunaqa yostiq uchun, bitta yostiq uchun yoki ko'rpasi uchun bir necha ming dollar, 20 minglab dollar to'laydigan odamlar bor. Futbolchilar misol uchun ba'zilarning o'zi gapiradi, mana shunaqa katta pul sarflayman uxlashim uchun deb. Umumiy yotoqxonasiga 100 minglab dollar sarflaydigan odamlar bor. O'sha aytganimda, misol uchun og'ir ko'rpa palon pul turadi. Meni bitta o'zimni sevimli blogerim bor. Mana shunga o'xshash formatda video qiladi, futbol haqida gapiradi-da va bitta videosida 4 minutmi, 6 minutmi og'ir ko'rpani reklama qildi va men o'tkazib olmasdan ko'rdim o'sha videosini. Kommentiga ham yozishganda, sizlar ham o'tkazib olmasdan maza qilib reklama ko'rdinglarmi? Da, mana maza qilib ko'rdim. Tushundimki,
uyqu o'zi aslida hammani qiziqtirishi kerak bo'lgan, hammani o'ylantirishi kerak bo'lgan mavzu va uyquga yetarlicha pul sarflashingiz kerak. Bu haqida oldin ham ko'p gapirganman, bundan keyin ham ko'p gapiraman va mana shunaqa yostiq juda ham arzon narx, lekin ishlatib ko'rganingizdan keyin oh my god deysiz. Uyquni odam hayotiga, uni muvaffaqiyati va ruhiyatiga ta'siri haqida esa soatlab gapirish mumkin. Bu haqida bilmoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi o'rinda ekspertlarning videolari, kitoblarini o'qing, podkastlarini eshiting, undan keyin meni ham videomni ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Hech qachon uyqu uchun sharoitdan pulni qizg'anmang. Tracking qurilmalari ham hayotingizni yaxshilashda, uni komfortliroq qilishda juda muhim o'rin tutadi. Shaxsan o'zim mana bu qo'limdagi Apple Watchni olish haqida hech qachon o'ylamaganman. Hech qachon bir qo'limga pul tushsa Apple Watch olaman yoki qanaqadir tracking qurilma olaman demaganman va Apple Watch ishlatadigan o'rtoqlarim deyarli hammasi ishlatadi va o'shalar gapiraverib, quloqimni yeb tashab, ol Apple Watch olganingdan keyin voy nimaga oldin olmagan edim deb achinib yurasan, maza qilasan dedi va olib ishlatib ko'rganimdan keyin rostdan ham xuddi o'layotgandek narsa bo'ldi. Rostdan ham nimaga oldin ishlatmaganman? Bu komfort-ku va bu yoqda aynan Apple Watch haqida emas, aynan mana shu bo'limni tracking qurilmalari deb nomladim. Xohlasangiz Whoop bo'lishi mumkin, xohlasangiz Samsung, xohlasangiz Mi Band, farqi yo'q. Aynan qo'lingizga taqib, misol uchun yurak urishi, uyqu sikli, boyagi o'sha fikrlarimizni davomi, uyquni to'g'rilash yoki o'sha telefondan biroz chalg'ish uchun, masalan, Apple Watch olganingizdan keyin xabarnomalarni shu yerda o'zida ko'rasiz, telefonga kirib ketmaysiz. Juda ham ko'p qulayliklari bor. Shunishingiz uchun men shu darajada ta'sirlandimki, Apple Watch ishlatib, bu haqida alohida bitta katta video qilmoqchi bo'ldim. Apple Watch haqida emas, uni obzori haqida emas, umuman Apple kompaniyasi, uni tizimi, uni sotuvlari, uni ekosistemasi qanaqa qurilgani haqida. Chunki ishlatib ko'rganingizdan keyin tushunasiz. Bu wow deysiz. Bu qisqa qilib aytganda kichkina telefon bu, qo'lingizda doim turadigan. Undan ham ko'proq foyda keltiradi. Bitta telefondan menimcha asosiy farqi kamerasi yo'q, videoga olib stories qo'ya olmaysiz. Telefonda gaplasha olasiz, SMSlarni o'qiysiz, misol uchun timer qo'yasiz. Har tomonlama o'qiling. Misol ovqat pishirayotgan paytingiz 10 minut timer qo'yishingiz kerak nimadir dimlash uchun. Qo'lingizda turadi o'sha timer. Bosasiz, qo'yasiz. To'g'ri, oddiy soatlarda ham bo'ladi. Oldingi videoimda ham aytgan edim. Bunda o'sha uyqu siklingizni ham to'g'rilaysiz, xabarnomalar, balobatlar ishlatib ko'rganimdan keyin tushundimki, oddiy odam puli bo'lsa ham xayoliga keltirmas ekan o'ziga Apple Watch olish haqida yoki o'zi umuman mana shunaqa tracking qurilmalar haqida. Ishlatib ko'rganingizdan keyin hammaga tavsiya berib yurasiz. Haligi Breaking Bad haqida bitta mem ko'rgan edim. Aslida Breaking Bad qanaqa serial tipi? Mabodo ko'rmagan bo'lsangiz, shunaqa deydi-da, haligi Peter Griffin do Breaking Badni yoqib ko'rib o'tirsa, televizordan ovoz keladi. Sen bu serialni yaxshi ko'rib qolib, hammaga yaxshilab yurasan. Men bu serialni yaxshi ko'rib qolib, hammaga yaxshilab yuraman. Bu insoniyat tarixidagi eng zo'r serial. Bu insoniyat tarixidagi eng zo'r serial. Xuddi shunaqa narsa. Apple Watchda ham qanaqadir bir gipnoz bor-da, tipi taqqaningizdan keyin sekin ovoz chiqadi. Sen hammaga Apple Watchni maqtab yurasan. Tushunishingiz uchun meni butun Android ishlatadigan tanishim bor. Hamma smartfonlari, hamma narsasi, lekin aynan soati Apple Watch. Tushunasizmi? Bu maqtash, reklama yoki tam Androidchilar bilan Applechilar orasida janjal uyushtirish emas. Rostdan shu darajada qulay qurilma ishlatib ko'rganingizdan keyin qanchalik sizga komfort berishini tushunasiz. Buni gap bilan tushuntirib bo'lmaydi. Va Apple Watch ham aslida unaqa qimmat narsa emas. Agar siz bunga prosta soat deb qaraydigan bo'lsangiz, soat uchun $200-250 nifiga себе qimmat narsa, lekin bu sizni hayotingizdagi qanaqadir kichkina yordamchi sifatida bir 2-3 yil, 5 yil davomida umuman buzilmaydi, umuman xarajat talab qilmaydi, faqat zaryadka qilish kerak degan narsa sifatida qaraydigan bo'lsangiz, $200-250 kapeyka pul. To'g'risi. Prosta siz pulga munosabatingizni o'zgartirsangiz bo'ldi. Agar siz $250 qimmat deb hisoblasangiz, shu chegaraning ichida yashab yuraverasiz. Bilaman bu gapni video davomida 2-3 marta aytdim, lekin agar shu narsani ham qanchalik qulay va arzonligini oldindan bilganimda tonnalab olib qo'ygan bo'lardim va shunaqa qildim ham, olib qo'ydim. Buni ham marketplace-dan Taobao-midi, esimda yo'q, Temu-midi, qaysindandir tasodifan ko'rib qo'yganman. Qarasam 10 ming so'mmi shunaqa turadi mana shu narsa.
esimda yo'q, bir 6 tacha olib qo'ydim va o'zi bilasizlar, menga big lightlar yoqmaydi haligi. Bundoq katta svet bor-ku, uydagi katta lampochkalar. Va meni uyim, men ko'chib o'tgan uyda unaqa yengil, yumshoq takoy kinoshni effekt beradigan svetlar yo'q. Просто yo big light bor yoki qorong'i bo'ldi. Qanaqa qilib o'zimga mos cozy atmosfera qilishim kerak edi. Ayniqsa oshxonada haligi kechqurun misol uchun mevachalarni to'rab nimadir qilaman desangiz, qorong'ida albatta yaraqlatib katta svetni yoqib qo'yish kerak bo'ladi-da. Yo o'ta yorug', yo o'ta qorong'i. 10 ming, 15 ming qanchagadir oldim 5-6 ta o'zini magniti bo'ladi. Type C bilan zaryadka qilasiz. Shunchaki zaryadkaga qo'yasiz, 1-2 soat oladi. Shaq etib yopishtirasiz. Cozy atmosfera bor. Oshxonada, spalniyda, ishlaydigan xonangizda, koridorda, hamma yoqda va farqi rostdan katta seziladi. Ya'ni bilmadim, bir uzog'i 200-300 ming so'm dollarga chaqqanda bir 20-30 dollar xarajat qilib uyingizni ko'rinishini, undagi qulaylik, undagi atmosferani tubdan butkul o'zgartirib olishingiz mumkin. Umuman boshqa atmosfera qurib. Big lightlarning yomon tomoni nimadaki, shaxsan men haligi yumshoq yorug'likka, yumshoq lightlarga o'rganganman. Big lightlar sizni fikringizni bitta joyga yig'ishga xalaqit qiladi. O'tirib, takoy yarim qorong'i, kinoshni atmosferada nimadir qila olmaysizda. Yo, yop-yorug', hamma narsa ko'rinib turadi. Ko'zingiz просто chalg'ib yotadi shuncha informatsiya bilan yoki qop qorong'i, ko'zingiz hech nimani ko'rmaydi, do'ldirab yurasiz. O'shaning uchun albatta bu birinchi o'rinda komfort uchun ishlaydigan narsa. Kofe ichish yaxshi ko'raman va ba'zi insonlarning tasavvurida u juda zararli narsa ekan, hattoki narkomaniya darajasiga chiqarishadi va to'g'risi bolaligimda o'zim ham shunga o'xshash gaplar, fikrlar va videolarni ko'p ko'rardim. Mani yomon odatim bor, men ko'p kofe ichaman, kofe bu zarar, lekin oxirgi paytdagi tadqiqotlarga ko'ra, endi misol uchun bir kunda 1 tonna kofe ichmasangiz hech qanaqa zarari yo'q va to'g'risi bilmayman kim bunaqa gap chiqargan, kofe zarar deb, kimning manfaati bo'lgan bunda, nima maqsadda qilishgan tushunmayman. O'zim bir necha yildan beri kuniga 2 ta chashka kofe ichaman, o'lmadim, narkoman bo'lib ketmadim, hammasi normalniy, o'zimni yaxshi his qilsam qilamanki, yomon his qilmayman. Lekin uzoq vaqtli, juda ham qiyin arifmetik hisob-kitoblarimga ko'ra, agar kofe mashina sotib olsam, kofe uchun sarflayotgan pulimni 3 barobar tejirkanman. 3 barobar. Har kuni qahva ichadigan odam uchun bu normalniy katta pul. Tushunishingiz uchun oyiga 1 million emasda, 33 ming. Oyiga 1 million emasda, 330 ming sarflaysiz. 3 barobar. Ya'ni 10 ming so'mni hisobida 3 barobar unaqa katta pul emas. 3 ming, 10 ming, lekin millionlar va bir necha oy, bir necha yillarda hisoblaydigan bo'lsangiz, bu absolyut katta summa bo'ladi va nihoyat kofe mashina sotib oldim. Tushundimki, hamma kofe sevarlar bunaqa narsa olish kerak. Nimaga 3 barobar pul tejaysiz? Chunki qahvaxonalarda nafaqat kofeni o'zi uchun, balki o'sha joyning ijarasi, ishchi haqqi, ketgan elektr, stakan, o'sha sizga beriladi bir martalik ishlatiladigan krushka va soliqlar va hokazolar bilan ustiga 3 barobar narx qo'yiladi. Uyda ishchi o'zingiz bo'lasiz. Joy uchun pul to'lamaysiz, o'zingiz joyingizda bo'ladi. Stakanni olib ishlatib, yana yuvib ishlataverasiz. Shuni hisobiga 3 barobar pul tejaladi. Lekin bu video moliyaviy maslahat haqida emas. Pul tejalishi bir tomon. Komfort nimada deydigan bo'lsangiz, siz qaysidir qahvaxonaga borganingizda katta ehtimol bilan, agar u o'ta qimmat qahvaxona bo'lmasa, o'zingiz xohlagan daraja, o'zingiz xohlagan kofeni ta'mi, sut miqdori, suv haroratini belgilay olmaysiz. Kofe mashina olganingizda har xil ta'mli qahvalarni sinab ko'rasiz. Har xil miqdorda sut solib ko'rasiz. Qahvani qattiqlik haligi krepkilik darajasini o'zingiz belgilaysiz. Hozir men bittalik ichkim kelyapti yoki cho'ta bittalik tepmayapti, 2 talik ichaman. Yoki kechqurun bo'lgani uchun yengilroq, ertalab bo'lgani uchun qattiqroq. Bugun mamlaqa yetishtirilgan qahva, bugun mamlaqa narsa deb o'zingiz tanlay olasiz va shunisi bilan u komfort. Ayniqsa shunaqa odatim bor,
такой noodatiy ta'mni xohlab qolsam, anor siqadigan apparatimni olaman. Ahror juda ham ko'p bu mavzuning ustida kuladi, buni prikol qiladi. Chunki unga anor so'k tayinlab bermaganman, shuning uchun. O'sha anor so'kida haligi svejiy barra apelsinni siqib, ustidan kofe tayinlab, bambl qilib ham ichsa bo'ladi. Bu ham takoy komfort-da. Ko'chada bambl sotib olaman desangiz, bilmadim. 60 ming bo'ladimi, qancha bo'ladi? Uyda o'zingiz ancha arzon narxga, o'zingiz xohlaganingizdagi kayf qilib bemalol ishlatasiz. Va qahvani ham foydasi, hayotingizga qanaqa ta'sir qilishi, sizni samaradorligingiz va muvaffaqiyatlaringizga ta'siri haqida albatta ekspertlardan eshitib bemalol bilsangiz bo'ladi. Hayotingizga umuman qahva va shu madaniyatni qo'shing, bu juda muhim narsa. Oldin umuman tushunmas edim. Men uchun kofe bu qanaqadir yosh kattalar narsasi, qanaqadir o'zidan kimdir yasab olgan odamlarning ishi deb hozir sevib qo'yganman bu madaniyatni va albatta hayotim bundan keyin yaxshi tomonga o'zgargan. Meni mashinam yo'q, bilmadim qachon olaman. Hozircha taksida yurish jonimga tegani yo'q, doim taksida qatnayman. Bu qimmatroq, to'g'ri, lekin nisbatan komfortliroq narsa va oxirgi marta qachon start yoki standart tarif chaqirganimni eslolmayman. Asosan komfort va komfort plus chaqiraman va bunga bir 4-5 yil yoki 6 yil oldin bo'lgan bitta voqea juda qattiq ta'sir qilgan. O'shandan keyin mana shunaqa yashash tarziga o'tganman. Biz qanaqadir bitta yaxshi soqqali ish hal qilish uchun bitta nisbatan jiddiyroq odam bilan ko'rishishimiz kerak edi. Mani do'stim va o'sha odam. Men o'sha odam bilan bordim, ko'rishdim, do'stim hali yetib kelmagan edi va bir payt endi mashinani modelini aytmayman-u, o'ta kamtarona skromniy mashinada keldi. Men unga do'stim, jinniroqmisan, nimaga bunaqa mashinada kelyapsan? Shunaqa встреча, shunaqa uchrashuvdan oldin desam, shunaqa jahli chiqib ketib, sanga nima? Men maqtanish uchun qimmat mashinada yuramanmi? Nimaga jonimga tegib bunaqa gapirasan? Bir narsa degan edi va xullas, короче, takoy ibratli vayn bo'lgan, tipi tashqi ko'rinishga qarab baho berma. Eng asosiysi qalb go'zalligi degan narsalar bo'lgan va men o'shanda deb bitta narsani tushunib yetganman. O'shanda miyamga zarb bilan kelgan fikr shundan iboratki, bu odamni o'zini dunyo qarashi, ichki dunyosi, miyasi, xarakteri bilan shakllanadigan tizim. Ya'ni siz birovga yoqish uchun harakat qilishingiz kerak emas. Men o'zim mana shu narsani juda ham ko'p gapiraman. Birov uchun yashamang, o'zingiz uchun yashang deb. Lekin bu yerda gap umuman boshqa narsada. Agar kimdir meni oldimga taksida kelsa, men gadoy deb mashinasi yo'q ekan demayman. Lekin o'sha odam qayoqdagi 10 ming, 15 ming, bor ana 20 ming so'mni tejash uchun o'zini komfortidan voz kechib, arzon mashinada, xunuk mashinada, rostdan noqulay mashinada kelsa, men u odam bilan uzoq reja tuzolmayman. Nimaga? Chunki o'zini komfortidan pulli qizg'angan odam siz bilan oldi-berdi qilishi, siz bilan kelajakda yaxshi qanaqadir partnyorlik, do'stlik yoki nimadir munosabatlar qurishi, bilmadim, shaxsan men uchun bu imkonsiz narsa. Odam qimmat mashinada yurishi yoki yaxshi kiyinishi orqali birovga maqtanishi kerak emas. Ichidan o'zi shu narsani his qilish kerakki, men o'zimni komfortimdan pul qizg'anmayman. Menga farqi yo'q, kim nima deydi men haqimda. Eng asosiysi, men komfortimdan pul qizg'anmayman deyish kerak. Mana shunaqa fikrlashda yashashi haqida gap ketyapti. O'zimni mashinam yo'q, chunki cho'ntagimda ortiqcha 10-15 ming dollar pul chiqmaydi. Lekin taksi chaqirsam, komfort chaqiraman, chunki o'zimni qadrim uchun cho'ntagimdan ortiqcha 10-15 ming so'm ajrata olmayman. Arzimagan summa uchun o'zini qadridan voz kechadigan xasis odam bilan bilmadim. Men oldindan mana shunaqa odamlarni ko'rib, mayli indamaychi, mayli gapirmaychi deyman-da, har doim men kutilgan natijaga olib keladi. O'zini komforti uchun pulni ayamagan odamlar qatgachadir boradi. O'zini komforti uchun pulni qizg'angan xasis odamlar qatgacha yetib bora olmasligini oldindan bilib ko'rib turib indamay kuzataman va bu kulgili-da, har doim fikrim to'g'ri bo'lib chiqaradi. O'shaning uchun birinchidan unaqa xasis odamlar bilan unchalik yaqin bo'lmay, ikkinchidan o'zingiz o'shanaqa xasis bo'lmang. Pul
o'zingizni komfortingiz uchun ketayotgan bo'lsa, unga achinmang. Chunki misol uchun arzon tarifda taksi chaqirib, o'ziga yoqmaydigan ashula, o'ziga yoqmaydigan hid, o'ziga yoqmaydigan anaqada ketish sizga hech qanaqa foyda keltirmaydi. Agar gap qayoqdagi 10-15 ming so'm haqida ketayotgan bo'lsa, o'zimga o'xshagan mashinasi yo'q odam bilan yurganimda, qatqadir borishim kerak bo'lsa, taksi chaqirishim kerak bo'lsa, Comfort Plus yoki kerak bo'lsa biznes chaqiraman. Maqtanish uchun emas, tipa mana tanqul osmi, pulim yetadi, men zo'rman deyish uchun emas, ichimdan, rostdan o'sha odamga bitta fikr yetkazgim keladiki, men bilan yurib ketkazgan vaqtingga achinma. Men seni vaqtingni, menga qaratgan e'tiboringni qadrlayman. O'zimni ham qadrlayman. O'zim bo'lsam, mayli komfortda ham keturaman, lekin sen menga ishonib men bilan vaqt sarflayapsanmi? Mayli har doim ham ko'rishurmaymiz. Har doim ham bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Yaxshiroq mashinada yuraylik shu bahonada deb. Maqtanish uchun, birovga yoqishga harakat qilish uchun emas. Ya'ni ikkalovi ham bitta narsa, lekin sizning maqsadingiz aynan xolis bo'lsa, bu yaxshi natijaga olib keladi. Qo'limga 1-2 so'm ortiqcha pul kelib qo'ygan payt srazi PlayStation 5 olgim keldi. Chunki har qanaqa o'zini hurmat qiladigan normalniy erkak bir marta bo'lsa ham o'ziga PlayStation 5 sotib olishni o'ylagan, orzu qilgan, maqsad qilgan tan olish kerak. Rostdan yaxshi qurilma, sal qimmatroq, lekin takoy jiddiy grafikada vaqtingizni zo'r sarflaydigan narsa va o'shani endi olaman deb turgan paytim do'stim Timur jinnimisan, undan ko'ra kompyuter olish kerak. Chunki unda ham ishlab pul topasan, o'zini pulini oqlaydi. Charchasang o'yin o'ynaysan, xuddi PlayStation'dagi narsa xohlasang, mana televizoring bor, shuna kompyuteringga HDMI ulaysan-da, bitta Xbox gamepadini olib, o'shanda o'ynab o'tiraverasan, bitta o'q bilan 3 ta 4 ta quyonni urasan deganida, ozgina so'kish ohanglari bilan va meni bitta zo'r odatim borki, qaysidir inson to'g'ri maslahat bersa, hech qanaqa bahslashib o'tirmasdan o'sha odamning aytganini qilaman. Har doim shunaqa bo'lgan va Timur aytganini qildim. O'zimga kompyuter oldim. Ishonasizmi yo'qmi, yarim yil bo'lmasdan o'zini pulini oqlab yubordi. Lekin juda unaqa arzonga ham olmagan edim. 2,5 mingmidi, 3,5 mingmidi, aniq esimda yo'q. 4070 Ti super video karta, to'g'ri tan olish kerak. PlayStationchalik grafika yetkazib bera olmaydi. Ayniqsa o'sha HDMI yoki DisplayPort orqali katta televizorga yo'lasangiz, grafika sal o'lib qoladi-yu, lekin ham ishlab pul topasiz, ham qanaqadir Zoom call встречалар bo'ladi-yu, o'shanaqalarda ham ssenariy yozasiz, ham arxiv yig'ib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun bitta hard qo'yib qo'yasiz-da, ichiga 4 terabaytli. Telefoningizdagi materiallarni tashlab o'tirasiz, o'sha yerda arxiv turadi, hech kim tegmaydi, o'zidan o'zi o'chib ketmaydi. Har tomonlama qulay va o'sha boya aytganimdek, ishlab pulini oqlab yubordim. Tik-tugi bilan вообще o'zini o'zi rozi qilib bu kompyuter. Qaysi sohada ishlashingizdan qat'iy nazar katta ehtimol bilan sizni ishingizda kompyuter kerak bo'ladi. Zarar qilmaydi, foyda bo'ladi. Injenermisiz siz, kimyogarmisiz, misol uchun SMM-shikmisiz, sportchi bo'lsangiz ham har qanaqa soha vakillariga kompyuter zarar qilmaydi. Agar juda unaqa ishlatmayman desangiz ham, ishdan charchab kelib o'yin o'ynaganingizda, dam olishingizda va kimdirlar tabiiy aytishi mumkin, telefonda ham o'yin o'ynasa bo'ladi deb, lekin kompyuter boshqa narsa. Telefonda montaj qilsa bo'ladi deydigan odamlar bor. Shunaqa insonni qotiradi, qanaqa qilib sen telefonda montaj qila olasan? U eng zo'r ishlaydigan telefon, eng zo'r grafika, eng zo'r приложение sotib olsan ham, sen bunda o'tirib kresloda ikkita qo'lingni qo'yib, katta ekranga qarab montaj qilganingni effektini bermaydi. Sen bunaqa fotoapparatda, kamerada syomka qilsang, uni qanaqa telefonga tashiysan? Qanaqa qilib 2-3 ta kamerali narsani montaj qilasan? Iloji yo'q. Hali beri telefonda montaj qilishning iloji bo'lmaydi va telefon ko'taradigan bo'lsa ham baribir u kichkina qurilma mana bunaqa o'tirishingiz kerak. O'yinda ham xuddi shunaqa narsa. Telefonda o'yin o'ynab ketiraman deydigan bo'lsangiz, mana bunaqa qilib bukchayib kichkina qurilmada kimdir telefon qilib qoladi, kimdir SMS yozib qoladi, xalaqit qiladi. Kompyuter nimaga kerak? Bu именно telefondan chalg'ish uchun. Telefondan chalg'ib o'tirib ssenariy yozasizmi, montaj qilasizmi, o'zingiz ishlaringiz bilan shug'ullanasizmi, o'yin o'ynaysizmi? O'sha dunyoni ichiga kirib ketasiz. PlayStation ham xuddi shunaqa yaxshi narsa.
kompyuterni funksionali ko'proq. Ya'ni kompyuter olishi kerakligi haqida hamma biladi. Pulim tushsa kompyuter olaman deydi. Men hozir Amerika ochmayapman sizlarga. Shunchaki ishlatib ko'rgan odam sifatida aytayapmanki, o'zini pulini tez oqlaydigan narsa. Jahon ham qimmatga notebook olgan va 2 oydanmi 3 oyda o'zini pulini to'liq qoplab bo'ldi, o'zini oqlab bo'ldi dedi. Juda ko'p kompyuter olgan tanishlarim mana hozir mapti Muhammad Qodir o'tiribdi, improvizatsiya oqlaganmi o'zini pulini oqlamaganmi hali? Oqlab bo'lgan menimcha, chunki kompyuter olganidan keyin aytaveraman menimcha, palon pulga yig'dirgan va o'sha orada bitta katta kontrakt kelib qoldi. Yaxshi pulli, takoy hammamizga yaxshi pul keladigan va Muhammad Qodir kompyuteri bor bo'lgani uchun o'sha ham 5 oy davomida qilinish kerak bo'lgan ishlarni oldi, chunki kompyuterim bor, ssenariysini ham yoza olaman, montajini ham qila olaman deb, oldindan katta pulni oldi va o'sha pulni deyarli oqladi bir necha oyda. Ya'ni kompyuteringiz bo'lsa, siz oldindan bilasiz, misol uchun loyiha ola olaman yoki qanaqadir zo'r o'yin o'yna olaman, stream qila olaman, любой narsa qila olasiz. Yaxshi kompyuterni esa albatta APG do'konlardan yig'dirishingiz mumkin. Bu reklama emas, bu hamkor, bu boshqa narsa. Ya'ni reklama bu haligi pul to'lab, mana shuni reklama qilib bering, mana sizga TZ beramiz, biz sizga yozib bergan narsalarni gapirishingiz kerak deyshadi. Texnik hamkor bu shunchaki rostdan ham partnyor. Kompyuter yig'ib berishadi, misol uchun maslahatlar berishadi, birga ishlaymiz, birga loyihalar qilamiz va albatta APG dan boshqa joyda o'zim ham yig'dirmayman. O'ga qattiq yig'dirsak bo'ladi, qattiq yig'dirgansiz deydigan bo'lsangiz, APG dan boshqa joy maslahat bermayman sizlarga. O't shunaqa narsa, buni reklama sifatida qabul qilmanglar. Qo'limizga bir qism ortiqcha pul tushishi bilan komfortga sarflashimiz kerak va juda ham ko'pchiligimizni, shaxsan o'zimni ham ko'p esimizdan chiqib qoladigan, juda muhim bo'lgan yana bitta komfort turi bor. Bu ikkalovini bitta qildim, banya va masaj. Hammom hamda masaj. Va bu haligi xalq orasida, xalq og'zaki ijodida uyatsiz darajasiga chiqib ketgan saunalar yoki masajlar emas, haqiqiy yaxshilari bo'ladi-yu, ortiqcha yomon narsalar, siz ortiqcha reputatsiyaga kelib qolmagan normalniy banya. Endi bitta aynan banya deyapman, rostdan bitta banya bor. Aytmayman ismini, nomini, chunki birinchidan ularga reklamaga pul to'lamagan. Ikkinchidan o'zi shundoq ham odami ko'p baribir. Borib ko'rganimdan keyin tushundimki, oh my god, nimaga men hayotim davomida bu narsaga pul sarflamaganman? Nimaga deb va buni masjidda o'tirgan ikkita bola ham o'sha joyga borgan. Har qanaqa odam o'tga borganidan keyin, "Vau, nimaga oldin bunaqa joylarga kelmaganman" deydi. Meni olib borayotgan odam ham xuddi shu narsani aytib olib borgan. Ukam borasan, "Voy, oka, постоянно kelaylik, nimaga oldin kelmagan ekanman" deyishgan va borib xuddi shunaqa bo'lgan, doim borgim keladi. Va bu yoqda prosta tipi do'stlar, banyaga boringlar degan arzon maslahat emas. Bu yoqda bitta psixologik qiziq mavzu bor. Taksida ketyapman o'sha banyaga va taksist bilan gaplashyapmiz. Endi aytayapti, tipa haqqa, mana shunaqa banyaga. Ha, yaxshi joymi-da? Yaxshi, zo'r joy dedim. Nech pul dedi? Bilmadim, atiga 300 mingmi dedim. 300 ming, 360 ming, atiga shuncha pul dedim. Atiga dedi haligi taksist. 300 ming, 360 ming qanaqa qilib atiga bo'lishi mumkin dedi. Hayron qoldim. No, atigida rostdan ham. Keyin o'sha banyaga doimiy borib yuradigan bitta aka bilan gaplashdim. Mana shu voqeani aytib berganimda, "Brat, siz to'g'ri fikrlayapsiz-ku, lekin u taksistni ham tushuning. U taksist bu joyga borib ko'rmagan. U bilmaydi. Chunki men ham deyapti o'sha odam. Borishimdan oldin ketdi, atiga 300 mingmi, 400 ming bo'ladi deganida, "Voy, atiga sizlar uchun shunaqa bo'lib qoldimi, shunaqa boyib ketdinglarmi" degan edim. Borganimdan keyin tushundimki, bunaqa kayf uchun 300 ming, 400 ming so'm rostdan kepey pul, rostdan kapeyga pul. O'sha kayf qilganingizdan keyin kunduzi aytganida yoki o'sha okalar gapirganida rostdan atigi ekan devorasiz. Mabodo tushunmaganlar uchun 3 soatlik seans haqida gap ketyapti. 3 soatlik. Endi menga pul, reklama pulini berishganda reklama qilardim. O'zini ham reklamasi ko'payib yotibdi ularni. Odam ko'p, odam tiqilib yotibdi. Shuning uchun o'zingiz bilib, tanlab, mana shunaqa vaqt chog'lik uchun pul sarflashdan tiyilmang, chunki bunda hech qanaqa, bilmadim, noqonuniy yoki harom narsa yo'q deb o'ylayman men. Faqat erkaklar bo'ladi.
sog'lom tana. Massaj haqida ham shu narsani aytsa bo'ladi, chunki massaj degan so'zni o'zi bu qanaqadir yomon, uyatsiz narsalarga bulg'anib ketib bo'lgan, lekin haqiqiy yaxshi massaj olsangiz, u umuman boshqa narsa. U endi rostdan qimmat, atiga 8 ming deya olmayman, chunki har qanaqa odam uchun 8 ming so'm, $80 pul bu menimcha atig emas, agar u Elon Musk bo'lmasa. Har doim bormayman, men ham 1 yilda bir marta, 2-3 marta boraman, lekin men bitta qiziqarli narsani sezdimki, tushunib yetdim. O'sha massajga borganimda men ko'zimni ochib tush ko'rdim. Bu aqlga sig'maydigan wow narsa. Bunaqa narsani men oxirgi marta qachon his qilganimni eslolmayman. Bu bolaligimda hali miyamiz internet, Instagram, Reels, TikTok, Shorts kabi musorlar bilan to'lmagan payti bo'lardi-da, yotardim-da bolaligimda, qat'iqadir qarabdi, nimanidir tasavvur qilardim-da, o'sha olamga sho'ng'ib ketardim. Miyamda ortiqcha shovqin bo'lmas edi. Bitta narsani tasavvur qilasizda, o'sha tasavvuringiz kino bo'lib, tushga aylanib, to'xtovsiz ketaveradi. Umuman hech qanaqa chalg'imasdan syujet bo'lib. Ana o'sha narsani haqiqiy, yaxshi, qimmat massajga borganimda his qildim va tushundimki, bu miyaga to'liq refresh, перезагрузка, ya'ni miyani qaytadan ishga tushirish. Ana o'shandan keyin miyangiz dam oladi. Ya'ni o'shnaqa banya va o'shnaqa massaj iloji bo'lsa, ketma-ket pul sarflasangiz, har kun emas, har hafta emas, har oy emas. Bu bilmadim, hatto bir necha yilda bir martami yoki 1 yilda bir necha martami pul sarflash kerak va mana shu maslahatlarimni eshitganingizdan keyin sizda shunaqa odat shakllansinki, pulimni komfort uchun ham yig'aman. Ya'ni nafaqat to'y uchun, nafaqat qora kun uchun, balki aynan komfort uchun ham alohida bir bo'lak, bir klaster bo'ladi. Xarajatlarimdan tashqari olib qo'yaman. Hatto 1 yilda bir marta bo'lsa ham shunaqa narsalarga sarflash uchun degan fikr shakllanishi kerak. Va bu maslahatni birinchi o'rinda o'zimga beryapman, do'stlar. Xavotir olmanglar, men ham xuddi sizlardek odamman. Sezganingizdek, bu ro'yxatda har xil turdagi komfortlar bordi, har kuni foydalaniladigan, bir marta sotib olinadigan va bir necha oyda bir marta qilinadigan, o'zingizga keraklarni o'zingiz bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Oxirgi ishlagan ikkita videoning izohlarini o'qib juda ham xursand bo'ldim, chunki meni dardim, meni qiynayotgan savollar faqat men uchun emas ekan, boshqalarni ham qiynayotgan va odamlar o'z fikrini juda ham chiroyli, savod bilan yetkazib bergan, uzun-uzun fikrlar yozib, maza qildim va mana shu ikkita videodan keyin bitta qiziqarli xulosaga keldim. Qarang, bir tomondan mana shunaqa formatni davom ettirish uchun prosmotrlarning soni juda unaqa ko'p emas. Ya'ni ko'p odam qiziqmaydi bunaqa mavzularga, ko'p odamlar bir shu mavzuning atrofida birlashib muhokama qila olmaydi. Tashlab yuborish kerak bu formatni. Boshqa tomondan bu formatni qilmasdan tashlab yuborish uchun haligi izoh yozgan odamlarga ko'zing qiymaydi. Shuncha odam "Oka, davom ettiring, mana shunaqa mavzularni ko'taring, kam prosmotr yig'sa ham ko'radigan qatlam bor." Mingtalab mana shunaqa katta izohlar keldi. Men doimiy bunaqa videolar qilishim uchun xarajat o'zini pulini 100% oqlamaydi, chunki reklamadatel 30 mingta prosmotr uchun pul bermaydi. O'sha menimcha o'zingiz ham ancha-muncha tushunib qolgansiz bu narsalarni, bilasiz. Bitta yo'lim mana shunaqa formatdagi videolarni davom ettirish uchun o'zim qayerdandir pul topishim kerak, o'zimni qaysidir bir endimni reklama qilishim kerak. Va o'sha ikkita videodagi izohlarni bir yig'ib qanaqadir katta sun'iy intellektga berib, summary qilib ber, shu haqida bir qisqa fikr ber desangiz, u taxminan shunaqa fikr bergan bo'lardiki, shu ikkita videoni ko'rgan odamlar ijodini davom ettirishni xohlashyapti va agar juda kerak bo'lsa, donat qilib yoki pul tashashib, mana shu formatda davom ettirishadi, pul to'lashga ham tayyor degan xulosaga kelgan bo'lardi menimcha, chunki o'zim ham o'qidimda, balki payti kelgandir dedim. Xullas, qisqa qilib aytganda, men doim donat so'rash niyatim yo'q, sotadigan narsam yo'q. Sizga qanaqadir muhim narsa sota olamanmi yo'qmi bilmayman. Yopiq kanal qilmoqchiman. Bilaman, oldin ham qilganman, 3 yil oldin, lekin tan olish kerak, 3 yil ichida juda ko'p narsa o'zgardi. Men o'zgardim,
to'lov tizimlari o'zgardi. Odamlarni mana shunaqa to'lov tizimi va pulli kontentga munosabati o'zgardi. 3 yil oldingi yopiq kanalimda aynan to'lov tizimi qiyin bo'lgani uchun ko'pchilik kira olmagan edi. Aka, mana bunaqa qatligadir kirish kerak, nimalardir qilish kerak, o'shaning uchun men qo'shila olmayman yopiq kanalingizga. Uzr, keling shunchaki donat qilib qo'yib qoling degan odamlar ko'p edi. Hozir Telegramni o'zida shuna kartangizni ulab bemalol qo'shilsangiz bo'ladi. Unaqa qimmat qilmayman va oldingi xatolarimni ham qaytarmayman. Ko'p gapirib videoni vaqtini cho'zib yuborish niyatim yo'q, lekin qisqa qilib aytganda, u shunchaki yopiq kanal bo'lmaydi. U albatta community bo'ladi. Hamma bir-birini eshitadigan, hamma bir-biri bilan tanishadigan va eksklyuziv videolar, eksklyuziv fikrlar, insightlar, mana bu ish jarayoni, mediani ichi, qanaqa maslahatlar, hamma narsa bo'ladi va hammani o'ziga yarasha ovozi, o'zini fikri bo'ladi. Siz birinchi o'rinda ijodimni hurmat qiladigan va uni davom etishini xohlaydigan odam sifatida moddiy, moliyaviy tomonlama qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Birinchi o'rinda mana shu narsa. Har oy menga qayerdandir pul kelib turishini bilsam, men o'sha pulni baribir ijodga sarflayman. Ijoddan boshqa narsaga sarflamayman. Boshqa sarflagan narsam ham ijod bo'laveradi. Baribir o'sha narsa haqida ham video oluraman. Kerak bo'lsa, misol, sayohat qilsam, sayohat haqida ham video bo'ladi baribir. Va men ham o'sha pulni olayotgan odam sifatida ozgina mas'uliyat his qilib ko'proq ishlayman va birinchi o'rinda o'sha meni qo'llab-quvvatlayotgan odamlarga eksklyuziv kontent, ana undan keyin o'sha pullarni, o'sha odamlarning fikrlarini yig'ib, katta auditoriyaga ham qiziqarli kontentlar, tarixda qoladigan, odamlarning fikrlashiga oz bo'lsa ham ta'sir qiladigan narsalar ishlaymiz. Chunki o'zingiz bilasiz, bunaqa kontentga, aynan men ishlayotgan narsaga talab katta masshtabda yo'q. Asosan bir qatlam insonlar ko'radi, qiziqadi va shu insonlar moddiy qo'llab-quvvatlasa qanaqadir bir normal orol bo'lardi. Normal odamlar, sog'lom fikrlaydigan yoki sog'lom fikrlashni xohlaydigan odamlarning o'zini communitysi paydo bo'lardi. Bu narsaga hammamiz birdek harakat qilishimiz kerak. Misol uchun $1 dan 1000 ta odam tashasa ham $1000 bo'ladi. Bu maqsadim shu. Iloji boricha sizga ham qiyin bo'lib qolmasin, men ham maza qilib ijod bilan shug'ullaning. Ko'p vaqtinglarni olmayman. Qisqacha tushuntirdim va batafsil Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimga albatta obuna bo'lib qo'ying va mana shu YouTube kanalda ham stream qilib, jonli efir qilib, yopiq kanal o'zi nimaga kerak, uning ichida nima bo'lishi haqida batafsil gapirib savollaringizga javob beraman. Aynan mana shu ishinglar orqali siz bizning ijodimizni keyinchalik yana bardavom bo'lishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Majburlamayman. Agar mabodo moddiy qo'llab-quvvatlamasangiz, shu videolarni oxirigacha ko'rib, like bosib, izoh yozganingizni o'ziga men rostdan xursandman. Rostdan shu narsani o'zi ham men uchun katta narsa. Men yig'lab o'rgim keldi. Oxirgi ikkita videoyimda yozilgan izohlarni o'qib, yaxshi ma'noda yig'lagim keldi. Shuning uchun shunchaki ijodimni kuzatsangiz ham bu katta qo'llab-quvvatlash, katta poddershka bo'ladi. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizlar bilan O'zbek YouTube'idagi eng kelishgan va eng kamtar bloger Kunduzi edi. Har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.